Uyghur alimi Abdüşkür Turdi Efendi. Atağlıq Uyghur alimi, tarix ve medeniyet tədqiqatçısı Abdüşkür Turdi Efendi miladiye 1936 yılı küzde G'olji şehrinde doğulgan. O 8 yaşqa toşay degende elini merkez kılgan bütün Şimali Uyghur coğrafiyasida misli ko'rilmagan bir meydan milliy mustaqillik kurişi dastlabki qadamda g'alaba qilib 1944 yılı 12 noyabr kuni G'olji shahrida Azad Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati qurilgan edi. Bu xil nadir foydaliq vaziyat Abdüşkür Turdi va tengtushlarini keyinkilar havas qilgudek ilg'or va yuqori saviyalik ma'rifda muntizim tarbiyalanish fursatiga ega qilgan. Afsuski 1949 yılı kuzdan taki 1950 yılı bahorgacha bo'lgan bir qator suiqasdlar va fojialar natijasida Qumuldan Pamirgacha 6 aydan Munbat Kashmirgacha so'zilgan bepoyon Sharqiy Turkiston Xitoy ishg'oliyatiga tushib qolgan. Ayni chaqda amdila 13 yoshga kirgan Abdüşkür Turdi va zamondoshlari bu ochiq fojialardan oz bo'lsa-mu o'z nasibasini olgan. 1953 yılı 5 martda Joseph Stalinning tuyuqsiz o'limidan keyin Xitoylar 1950 yılı 14 fevralda Stalinning istiki bilan imzolangan 30 yıllık maxfiy kelishim ichidagi 5 yil ichida Sharqiy Turkiston, Tibet, Ishki Mong'oliya va Manjuriyalardagi xo'jayin xalqning Sovet modeli asosida ittifoqdosh jumhuriyat qurib chiqishiga yordam berish tashabbus qilingan moddalarga xiloflik qilib ittifoqdosh avtonom jumhuriyat o'rniga 1955 yılı 10 ayda eng tuvan darajadagi amaliy huquqi yo'q saxta avtonom rayonni qurganda ikkinchi jumhuriyatning g'olliq rahbarlari va millatparvar o'g'lonlar buningga qarshi chiqib bütün Uyghur coğrafiyasida sobiq Sovet ittifoqining O'rta Osiyo Respublika modellari asosida Uyg'uriston ittifoqdosh avtonom jumhuriyati ta'sis qilishni tashabbus qilishgan. Xitoy taraf buningdan aloqazor bo'lib, bir tarafdan vaqtdan tutush, yana bir tarafdan mazkur kishilarga o'z ichidan qattiq taqobil turish uchun Sovet hokimiyati bilan yang ichida kelishib 1956 yildan 1958 yilgacha 300 nafar yoshni Toshkent shahridagi O'rta Osiyo oliy bilim yurtiga o'rlab o'qishga avatgan. Abdüşkür Turdi va boshqa savaqdoshlari mushu fursatga erishgan talaylik Uyg'ur o'quvchilardan edi. Mazkur o'quvchilar Toshkent shahrida o'qiyotgan chog'larida ularni kutib turgan ona vatanida bir maydon dahshatlik cho'ng tozalash terrorligi boshlangan edi. Mazkur vahshiylarcha tozalash 1937 va 1944 yillardagi cho'ng tozalashga o'xshash qo'rqinchli tus olgan edi. Gerçi Abdüşkür ve savaqdoshlari 1957 yılı ve 1959 yılları uda davam qilgan atalmış yerlik milletçilikka qarshi kurash nomidagi davlat terrorligidan aman qolgan bo'lsa-mu, lekin ular 1961 yılı ve 1962 yılı o'qish bitirib qaytib kelgandan keyinki 15 yıllık ziyonkashlikdan saqlanib qala olmagan. Ayni chaqda Toshkentda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar shu chaqdagi Sovet oliy rahbari Nikita Xrushchevga maktub yozib, ona yurtidagi davlat terrorligiga qarshi Uyg'urlarga yordam berishini umid qilgan edi. Afsus, bu tavakkulchilik ular ona vataniga qaytib kelgandan keyin ularning 10 yillab qattiq ziyonkashlikka uchrashiga sabab bo'lib qolgan. Abdüşkür Turdi qatarliq birinchi qarorliq Uyg'ur o'quvchilar vataniga qaytib kelgan. 1961 yılı Sharqiy Turkistonning janubidagi tarixda misli ko'rilmagan cho'ng ocharchilik paydo qilgan vahima Tangri tog'larining shimolidagi elini markaz qilgan har millat xalqida qattiq andishlarni paydo qilgan edi. Abdüşkür Turdi qatarliq o'quvchilar shu yil kuzdan taki 1962 yılı 28 maygacha davom qilgan
Qozog'iston Respublikasiga qaytishdek ili cho'chak voqeasiga shohid bo'lgan. Ayni chog'dagi Xitoy to'liq kontrol qilib turgan atalmış Uyg'ur avtonom rayonluq xalq hukumati mazkur o'quvchilarni Urumchidagi Tarim jurnali tahrir bo'limiga ishga o'rinlashtirgan. Bu xil g'arazlik plan keyincha ularning 10 necha yillik ziyonkashlikka uchrashini yetarlik bahona sabablar bilan ta'minlagan. Uyg'ur xalqi 1966 yili 5-oydan 1981 yili yozg'icha uda 15 yil tarixda misli ko'rilmagan xo'rliq va xorliqqa mubtalo bo'lgan. Abdushukur Turdi 1982 yilga kelgandila ondan xato ayblanib nahaq uvalchilikqa uchirgan deb hukm qilinib burunqi tahrirlik xizmati asliga keltirilgan. Abdushukur Turdi 1982 yili İctimai Fanlar Akademiyasiga yo'tkab kelinib, Millatlar Adabiyoti tadqiqoti institutining boshlig'i, İctimai Fanlar Akademiyasining muavin boshlig'i bo'lgan. Abdushukur Turdi Toshkent Davlat universitetiga o'qishga kirgan va xizmatga chiqqandan keyin bo'lsa, maxsus adabiyot tadqiqotiga berilib, ilgari keyin G'ofur G'ulomning 30-yillardagi ijodiyatida sharh temisi, Uyg'ur hozirgi zamon dostonchiligi va Cho'lpon dostoni haqida, xalqning san'at maktabi Uyg'ur xalq mashraflari, Uyg'ur klassik adabiyoti haqida umumiy bayon, Zallili ijodiyati va uning safarnomi dostoni, Abduxoliq Uyg'ur va uning adabiyotimizdagi o'rni qatorliq bir turkum yuqori saviyalik tadqiqot maqolalarini e'lon qildirgan. U yana Uyg'ur adabiyoti qisqacha o'chiriki, Uyg'ur adabiyot tarixiga o'xshash cho'ng hajmlik muhim asarlarni yozishga qatnashgan va uningga yetakchilik qilgan. Abdushukur Turdi Uyg'ur klassik adabiyotiga va xalq eg'iz adabiyotiga doir qimmatli asarlarni nashrga tayyorlash jihatdimi oz bo'lmagan emgaklarni qilgan. U Molla Bilalning G'azaliyot, Gumnom g'azallari, O'g'iznoma, Nasriddin Apandi latifalari, Zalilining Safarnoma, Nizarining Layli Majnun, Ayoz Shikastining Jahonnoma dastonlarini nashrga tayyorlagan. Abdushukur Turdi yana Qutadg'ubilikning nazmi nusxasini ishlashga qatnashib, asarning transkripsiyilik to'liq matnini ishlashga mas'ul bo'lgan ham boshqalar bilan birlikda mazkur asarning nasriy yashmi nusxasini ishlab nashr qildirgan. Abdushukur Turdi o'z navbatida yana adabiy tarjima ishlari bilan shug'ullanib, Ruschadan va Xanzuchadan birmuncha mashhur asarlarni tarjima qilgan. Bütün hayotini o'z vatani va xalqining mavjudligi uchun beg'ishlagan, eng oxirgi 30 yillik umrini millatining qimmatli klassik asarlarini va bebaho ma'naviy tavarruklarini qo'g'dash yo'lida untinsiz tirishchanliklarini ko'rsatgan himmatlik olim Abdushukur Turdi 2012-yili 11-oyning 27-kuni 78 yoshida Urumchida vafot bo'lgan.